Sana desem qara. Yani sizga davomli oshna o'lima, ko'nglimni ochma desang, men ba. Bo'lmasa, senda xotinida bir chiroyli ayolimni ajrashib, men bolamni hargiz yetim qilmayman. Men undoq tuvan odam emas. Mencho senda kunda eshib qolgan yo'ldan qurab yo'liga ishtamas, tushundingmi? Ha? Saqıltib qo'ydim ha? Bek saqıltib o'tdimda kep bulamaysiz. Shu qarang, uyda qo'ton, bek ichimni siqib o'tib, shu an tanavun tatib, bekisini burib qo'yib, andan keldim. Aldı xotima qo'limga olti o'rgizib qo'yma degan to'g'ri. Ha. Oncha qarang. Avvali ayolimdan bir ajrashib olay. Ondan keyin unda uzuk emas, unda jin o'tog'idek yuqoriq zanjirab qo'yman-da. Siz so'rasiz, yo'lchingizni tezroq ajrashsangiz o'qdi. Hay siz men ayolingizning bir xetini beramiz, siz olmadan maydoningizga mushlayamisiz? Ben qanday xetim olib kelaman? Siz avval ayolingizning bir xetini berib kelsangiz, undan keyin men xetini olib, sizning qishingiz kelaman. Hay onundan xotirjam bo'ling deyman. Mencha 15 kun vaqt turib, 15 kunning ichida uyda qerinlikning kashini to'g'irlab, undan keyin sizdan to'y qilib gapda uyga kirib olay. Buning uchun siz yo'lishingizni ajrashib, tayyor bo'lib turing. Juma. Gapingiz gap-a? Ay gapimga nega sizdan yo'lbosh izdan yanmas deb ekan. Hay bunda qildi. Bu yerdimi turavermay qarang. Ya saydi buraya yak berib o'tirib, mo'nishib, ondan kechda buraya yak berib o'ynab kelmam-da. Lekin aytgandan noshitini xil obdan qilgan qo'sqam ichib ketadi. Men shu sizni qo'sqa ichib qolganmidi deb o'ylab, mana go'zal barninki o'zi pishar samovar sho'rpasi bilan, bu go'zal barninki mo'ga purchaq turmanni evagandim. Ochiq qamroqliqim deyapsiz-da. Ya, ishlarlamayam sizga aytib qo'yay. Soydaroq bir o'ltirib yeylik, kuyat qanday yil bo'ldi? Ma'qul, unda sizga yak berib o'tirib, montajga tushuntirgan yo'q, ha? Ma'qul. Ya. Qudus, o sizg'o? Necha kun yoz nakatdan telefon qilsam ya olmaysiz. Uyingizni oldiga borsam ya qaringiz ko'nglimidi? Ha. Birisiga bir ishim bor qarang. Shunga necha kun yana o'tirib o'tmay turgan to'lpol tutib keldim. Bu uy ko'rib ayolim chandib qo'ysangiz qanday qilmaysiz? Bari xetin beritma degan to'g'ri ayolingizniki. Hozir qarang, ayolimdan qo'squdva. Bunda alaydi vaqtda ajrashib kelsam yaxshi bo'lmaydi. Xetin bersam bo'lmaydi. Emas, men qanday qilma? Qiziq gap bo'ldi bu. Yo'lishingizda uy tutib turmamsiz, shuni men so'ramsam-da. Qilsin dedi va saram. Tuniga men sizni deb yo'lchini ajrashib ketdim bilamsiz. Mening ig'zim qarabroq ish tutmamsiz. Kim sizni yo'lishingizni ajrashib ketdi-da? Endi cho'q qarang. Balam tug'ilib, bir ishga kirib o'g'acha saqlab turing. Undan keyin bir gap bo'lsin, Juma. Aldamchi. Yo'lchingizni ajrashib ketsangiz, men ayolimni xetib berib sizni olaman degan to'g'ri. O degan qarang, bunda hayajonlangan deb qo'ydigan gap bu. Mushukmo chashqanni san cheqilmayman deb yuz xetim desimi, o'g'zidan chiqish amalam tutib yeyapti demasmi? Mushunchalik oddiy qoidani tushunmamsiz, ha? Mencha qarang, sizdek shalloq ayolni bir chiroyli ota-onam eppagan ayolimdan ajrashadigan unda sarang emas. Hozircha biroz gap qilgan qaysi bir odam foyda ko'rib qoldi, ha? Shuncha uy tuta olsangiz, yo'lishingizdan qayt tuting. Bo'lmasa, bu yerda ko'chalar lak deb yuraveradi. Tushunasizmi? Hay. Sana desem qara. Yani sizga davomli oshna o'lima, ko'nglimni ochma desam, men ba. Bo'lmasa, senda xotinida bir chiroyli ayolimni ajrashib, men bolamni hargiz yetim qilmayman. Men undoq tuvan odam emas. Mencho senda kunda eshib qolgan yo'ldan qurab yo'liga ishtamas, tushundingmi? Ha?
Qilmaydigan iflos. Men hech kim bir bolani yetim qilib sen neydi